Ilhom yomon ham tezkor edi-ya. Darsga kech qolib kelsa, ustoz o'girilguncha joyiga o'tirib olardi. Ninja bilan advokat xonimning topishganlari yaxshi bo'libdi. O'ylaymanki, ular baxtli oila bo'lishadi. Aytganing kelsin. Qara, Jamilani rosa masxara qilardi-ya, tormiz deb. Bola bo'lganimizda buni xunuk so'z ekanini bilmaganmiz. Ha, aytma. Hozir ko'ziga qarashga uyaladi odam. Bolalar, mavzuni hamma tushundi-a? Vazifani yozib oldilaringmi? Voy, men endi tushunishni boshlagandim. Uyga vazifani kim yozib oldi? Menga berib turinglar. Jamila, asalim, men aytib turaman, yozib ol. Kim ulgurmagan bo'lsa, yozsin.